aka, biz kuzatib turgan barcha tomoshabinlar do'stlar, mana keyingi nasosimizni ham uстановка qilib oldik. Suv chiqishini ko'rib turibsizlar. Xo'p, 7,5 kW nasosimizdan ikkitasini uстановка qilib berganmiz. 40 gektar quruq paxta g'alla ekiniga nasos uстановкасы bilan va suvni объемini hozir ko'rsatib boramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, opsionda telefon nomerlari bor, bemalol murojaat qilasizlar. Asli ko'pga turamiz 250 talik, ikkita 7,5 kW qo'yib berganmiz.